Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashinani oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchik bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz-jiz. Dadan keldi, qiz. Ha, o'g'ilton yarim kechasi qo'y yog'i yeb yuribsizmi? Otaxon chumizga nasizga aralashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshat hayotda dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon. Papa to'yordingiz lekin sizni bu yo'l kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, balki plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay pa. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizim jichi yig'ib qo'ygan pulim bor, bitta shunga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Chiq ekan, seni. Vo, bu Cherry'ni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. Hozirgi ko'rgan ikkala avtomobilingizni ham boshlang'ich 25% dan to'lab, qolganini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring olaman seni. Qizim, vodiyda filialilar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi, qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, yetdagi kelim mana. Olmab, mashina olaman o'ylayman, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sen ketgan. Mashina olib minib yuraman deyapti-da. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Inayni hammasi deyman, ko'tarishtonda, hayvon. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Qanday jo'ra? Yaxshimisizlar. Endi partiyaga keldim. Bolaga qarab turing, qizlar bilan o'ynab kelaylik. Ketdik. Nima yeysan qizim? Nima injiqlik qilyapti bu? Kashasi pishmadimi deyman-da. Ayo, bir tish chiqyapti. Menikida ham shunaqa bo'lgan. Ha, yo'q, qornidan bo'lsa ham mana shunaqa bo'ladi. Yo'q, qonidan bo'lsa, bu glitchimni keltirib olsa bo'ladi. Kirsovun bilan ham kelmadi lekin. Yo'q, kirsovuni, ana qo'ymaydi. Yo'q, bitta anda qashib pufakcha o'shan kirgisi damini chiqarib yuboradi. Yig'lama qizim. Mulk ko'rsatma bolaga. Nimaga? Hozir hamma autizm mashinadan kelib chiqyapti ekan. Yo'q, autizm bundan bo'lmaydi. Privkadan bo'ladi u. Bo'lmagan gap. Privkan vaqtida olish kerak. Bo'lmasa bola ko'p kasal bo'lib qoladi. Onasini emsin, hech qanaqa kasal bo'lmaydi. Tabiiyda bu sut bor. Lekin ona suti hamma narsaga davo deydi-ku. Hech kim qo'shimcha bermayaptimi? Yo'q, biz qo'shimcha onasini emdiryapman. Onasini emayapti. Ha, zo'r. To'si bo'ldingmi? Buni sunnat qildirmadingmi hali? Yo'q, kichkina hali. Hozir qildirish kerak. Katta bo'lgandan keyin travma bo'lar ekan. Bo'linglar, mana bu. Hozir. Men to'stirib chiqay. Salfetka bormi ichkarida?